Alhamdulillah yaxshimisizlar, yaxshi yuribsizlarmi? Sizlar bilan bugun Redmi telefonlarini, Android telefonlarini, aniqroq aytganda Android telefonlarini, telefonni PUBG yaxshi ishlaydigan optimizatsiya qilamiz to'g'ri. Birinchi o'rinda Play Marketga Game X Turbo yozamiz. Yozgandan keyin mana bu chiqadi. Mana shu programma chiqadi. Mana shu programma chiqqandan keyin skachat qilib olasizlar. Buni hammalaringiz bilsanglar kerak. Kirganlaringizdan keyin Game X Turbo xuddi shunday chiqadi. Keyin bu yerda Shizuku ulashni bilsanglar, Shizukuni ulasizlar. Kiyimini mana bu nastroykachasiga bosasizlar birinchi o'rinda. Kirganlaringizda shuni bosasizlar. Mana shuni bosganlaringizdan keyin mana buni bosib qo'yasizlar. Hech kimdir telefon qilsa, nimadir bo'lsa xabar kelmaydi sizlar. Keyin o'yin vaqti sizlarni juda faqat o'yinga qaratadi, telefonlaringizni cho'tka ishlatib beradi. Keyin settingga kirasizlar, bu yerda xuddi shunday manikidek qilasizlar nastroykani. Keyin settingizga kirasizlar. Bunda ikkinchidan o'rtadagisiga o'tkazasizlar. Bu eng kuchli telefon, eng kuchli qilib beradi. Zo'r ishlaydi telefonlaringiz. Keyin kirasizlar. Mana shu FPS ni baland qilib qo'yasizlar. From'da ham 120 1400 qilib qo'yasizlar. Bu yerga tegmaysizlar. Bu yerga ham tegmaysizlar. Bu rasm xohlagan narsalarni qilib yurasizlar. Kimga qulay nima bo'lsa mana shu qilib olasizlar. Keyin oxirida anday qilib olasizlar. Mana shu qilganlaringizdan keyin bo'ldi. Keyin mana bu yerga nima kirasizlar mana. Mana bu yerda PUBG yo'q bo'ladi. Birinchi kirganlaringizda shunday bo'ladi. Keyin mana shuni bosasizlar. PUBG Mobile bitta yoqib qo'yasizlar. Undan keyin chiqasizlar. Keyin bu yerda nima bu 0:50 minut deb turibdi. Har bir kirganlaringizda 4 soatgacha ruxsat beradi. Shunday bosasizlarda voy bosinglar. Reklama tomosha qilishni boshlaysizlar. Shunday boshlaganlaringizdan keyin reklama ko'rasizlar. Reklama ko'rganlaringizdan keyin 4 soat qo'shib beradi. Bu narsa 4 soat amal qiladi. Yoki o'zlaringiz VIP sotib olaman desanglar, yangilashishga bitta bosasizlar. Mana bunday chiqadi. VIP upgrade beramiz. Upgrade beramiz deb chiqadi. O'shani sotib olasizlar o'zlaringiz kerak bo'lsa. Keyin o'yin boshlashni bosasizlar. Keyin buni har kirganlaringizda mana bunday bo'lib chiqadi. Bunday bo'lib chiqqandan keyin ustiga bir marta bosasizlar. Ustiga bosganlaringizdan keyin mana 90 Hz shunday mana bosasizlar. Device Optimus, keyin tozalashni ham bitta bosasizlar. Keyin bu yerda eng pastga o'tkazasizlar, mana bosasizlar. Keyin bitta yoqib qo'yasizlar. Salatni kuchaytirib beradi. Ikkicha bosib qo'yasizlar. Bu yerda mana bunaqa chiqarib beradi. Kerak bo'lsa, mana o'zlaringiz nima kerak bo'lsa shunday qilasizlar. Keyin bu yerda kim telefon qilsa o'shani bloklab qo'yadi. Yana nimalar bor? Bo'ldi deganki, mana buni qanday yo'qib qo'yamiz desanglar, bironta jo'rlaringiz san chetda o'ynayapsan, ne deb ko'rmasliklaringizni istasanglar, ne qilasizlar? Mana keyin bitta rentga qo'yib qo'yasizlar, bo'ldi. Keyin uni kichkinayrtirib qo'yasizlar, mana. Bo'ldi. Masala hal. PUBG massla ishlaydi, hamma kuchini telefon PUBG ga ishlatib beradi. Arqa fonlarga yoki SMSlarga hamma narsani ishlatmaydi. Xabar kelsa ham sizlar endi tushib qolmaydi. Yoki qaysidir kod o'rtoqlaringiz bo'lsa, telefon qilib ziba qiladi, shunaqalarni ham yo'q qilayotgan deganlar. Mana bu masala like, obunalarni bosib qo'yinglar. 50 ta bo'lganimizdan keyin deganlar stream yoqaman. O'shancha like, obunalar bosib qo'yamiz. Bundan keyin haqiqiy optimizatsiyani tashlayman. Bu rostdan ham 120 FPS qilib beradi. Hozir ozgina